O'ta ayanchli holat. G'azoda oziq-ovqat yordami zaxiralari butunlay tugadi. Qrim Rossiyada qoladi va Zelenskiy ham buni tushunadi. Tramp. Hindiston va Pokiston harbiylari chegarada otishma uyushtirdi. Yaman xususiylari $200 million AQSh dronlarini urib tushirdi. Ukraina Rim papasining dafn marosimidan unumli foydalanib qolmoqchi. Putin va Trampning maxsus elchisi uchrashdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar muhokama qilindi. O'ta ayanchli holat. G'azoda oziq-ovqat yordami zaxiralari butunlay tugadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Isroilning to'liq qamalidan so'ng G'azoda oziq-ovqat yordami tugadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi jinoyatchi Isroilning 8 haftalik to'liq qamali tufayli G'azodagi oziq-ovqat yordami zaxiralari butunlay tugaganini ma'lum qildi. G'azo hukumatining matbuot xizmati qamal tufayli 1 milliondan ortiq bola ochlikka duchor bo'lishi xavfi mavjudligidan ogohlantirdi va mintaqaga oziq-ovqat, dori-darmon va yoqilg'i kiritishni so'radi. Anklav Sog'liqni saqlash vazirligining xabar berishicha, so'nggi 24 soat ichida Isroil hujumlari natijasida halok bo'lgan 84 kishining jasadi G'azodagi shifoxonalarga keltirilgan. Ularning 6tasi avvalroq halok bo'lib, keyinchalik topilgan. Isroilning G'azoga qarshi urushi 18 oy oldin boshlangandan beri kamida 51439 falastinlik halok bo'lgani va 117416 nafari yaralanganini tasdiqlangan. G'azo hukumati matbuot xizmati vayronalar ostida bedarak yo'qolgan minglab odamlar halok bo'lgan deb taxmin qilayotganini ham, qurbonlar sonini 61700 dan ortiq kishiga yetganini ma'lum qildi. Qrim Rossiyada qoladi va Zelenskiy ham buni tushunadi. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush tugagandan keyin ham Qrim Rossiyaning nazorati ostida qolishini aytdi. Bu haqda u Time jurnaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Biz Qrim haqida gapirishga majburmiz, chunki uni doim tilga olishadi. Qrim Rossiyada qoladi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham buni tushunadi. Barchaga ayonki, Qrim uzoq vaqt Rossiya bilan birga bo'lgan, dedi AQSh prezidenti. Shuningdek, Tramp hali ham Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan tinchlik kelishuviga erishish mumkinligiga ishonishini ta'kidlagan. Bizning Moskva bilan juda yaxshi muzokaralarimiz bo'ldi va biz kelishuvga erishishga juda yaqin turibmiz, dedi u. Time jurnalisti unga prezidentlikning birinchi kunidayoq Rossiya va Ukraina urushini tugatish haqidagi va'dasini eslatdi. Tramp esa bunga javob berdi. Men buni obrazli ma'noda va fikrimni keskinroq ifoda etish uchun bo'rttirib aytdim. Albatta, odamlar buni hazil sifatida qabul qilgan, lekin men shuni aytmoqchimanki, bu urushga nuqta qo'yiladi, dedi AQSh yetakchisi. Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish istagi haqida gapirar ekan, Tramp bu rejaning amalga oshishini imkonsizga yaqin deb baholagan. Menimcha, urushning boshlanganiga aynan shu sabab bo'lgan. Ukrainaliklar NATOga kirish haqida gapira boshlaganda, agar ular bu masalani ko'tarmaganida urush bo'lmasligi ehtimoli ancha yuqori bo'lardi, dedi Tramp. Hindiston va Pokiston harbiylari chegarada otishma uyushtirdi. Hindiston va Pokiston harbiylari Jammu va Kashmirdagi chegara nazorat chizig'ida bir-biriga qarata o'q uzdi. Bu haqda NDTV xabar berdi. Hindiston tomoniga ko'ra, 24-aprel kuni Pokiston harbiylari chegara postlarini o'qqa tutgan. Hodisa oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar qayd etilmagan. Otishmaga samarali javob qaytarildi, deya ma'lum qildi Hindiston tomoni. News18 portalining yozishicha, Pokiston chegaradagi otishma haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan. Pokiston tomonidan qurbonlar haqida xabar berilmagan. Davlatlar o'rtasidagi munosabatlar 22-aprel kuni bir guruh terrorchilar bahsli Jammu va Kashmir hududida tinch aholi va sayyohlarga hujum qilgandan keyin keskinlashdi. Terakt oqibatida 27 kishi halok bo'lgan, ulardan 25 nafari Hindiston fuqarolari. Hujum uchun javobgarlikni Kashmir Resistance guruhi o'z zimmasiga olgan. Shundan so'ng Hindiston tashqi ishlar vazirligi Pokiston fuqarolaridan mamlakatni tark etishni talab qilgan. Hindiston Pokistonni terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab keskin chora ko'rgan. Jumladan, Attari nazorat o'tkazish punkti yopildi. 1960-yilda Hind daryosi suvlaridan foydalanish bo'yicha bitim darhol to'xtatildi. Bitim tuzilgan yili tomonlar siyosiy ziddiyatlarga qaramay suv resurslarini teng taqsimlashga kelishib olgan edi. Pokiston bu harakatni urush e'lon qilish deb baholadi. Pokiston mudofaa vazirligi bunga javoban Hindiston bilan urushga tayyorligini va uning hududlaridan birini tor-mor qilish bilan tahdid qildi. Pokiston Hindiston uchun havo hududini yopdi. Yaman xususiylari $200 million AQSh dronlarini urib tushirdi. Yaman xususiylari so'nggi haftalarda AQShning umumiy qiymati $200 million dan ortiq bo'lgan 7 ta giper dronini urib tushirdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Bu Washingtonning xususiylarga qarshi olib borayotgan kampaniyasidagi eng katta moddiy yo'qotish sanaladi. Mudofaa rasmiylariga ko'ra, dronlar 31-martdan 22-aprelgacha urib tushirilgan. Ularning 3tasi so'nggi hafta davomida yo'q qilingan. Bu xususiylarning yuqori balandlikda uchuvchi AQSh aviatexnikasiga qarshi zarba berish qobiliyati oshgan
ekanini ko'rsatadi. Har bir Reaper droni taxminan $30 million turadi. Ular suvga yoki quruqlikka qulaganda razvedka yoki hujum missiyalarini bajarayotgan bo'lgan. The Associated Press xabariga ko'ra, zarbalar 31-mart, 3-9, 13, 18, 19 va 22 aprel kunlari amalga oshirilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp 15-martdan boshlab husiylarga qarshi har kuni zarbalar berishni buyurgan. Oqibatda Yamandagi husiylar nazorati ostida bo'lgan hududlarda o'nlab tinch aholi vakillari halok bo'lgan. AQSh markaziy qo'mondonligi vakili Dave Eastburning aytishicha, AQSh kuchlari 800 dan ortiq nishonni urib, qo'mondonlik markazlari, qurol-yarog' omborlari va havo mudofaa tizimlarini yo'q qilgan. Shuningdek, yuzlab husiy jangchilari va yetakchilarini o'ldirgan, biroq ushbu da'volarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Yana bir AQSh rasmiysi ismi oshkor qilinmagan holda dron yo'qotishlari hozirda tergov qilinayotganini aytdi, ammo ular dushman hujumi oqibatida urib tushirilganini ehtimoldan xoli emasligini bildirdi. Ukraina Rim papasining dafn marosimidan unumli foydalanib qolmoqchi. Ukraina, Italiya va Yevropa ittifoqining boshqa asosiy ittifoqchilariga Rim papasi Fransiskning dafn marosimiga dunyo yetakchilari kelishi munosabati bilan Rossiya bilan mojaroni hal qilish bo'yicha sammit tashkil etish taklif bilan murojaat qildi. Bu haqda Italiyaning La Republic nashri yozmoqda. Gazetaning yozishicha, Ukraina, Italiya va boshqa yevropalik hamkorlariga Ukraina bo'yicha keng sammit tashkil etish iltimosi bilan diplomatik kanallar orqali murojaat qilgan. Gap shunchaki AQSh va Ukraina prezidentlari Donald Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi muzokaralar haqida emas, balki AQSh, Italiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va ehtimol Germaniyani o'z ichiga olgan Kvint formadagi uchrashuv haqida bormoqda. Qayd etilishicha, Germaniya hukumati Pontifning dafn marosimida ishtirok etadigan kansler Olaf Scholz Rimda bir qator ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishi mumkinligini tasdiqlagan. Tramp Italiyaga 25 aprel kuni kechqurun mahalliy vaqt bilan 26 aprel kuni soat 10:00 ga belgilangan Rim papasining vidolashuv marosimida ishtirok etish uchun keladi va Oq uy Trampning ikki tomonlama uchrashuvlarning rasmiy ro'yxatini hali e'lon qilmagan bo'lsa-da, diplomatik manbalar nashrga ma'lum qilishicha, kamida 3 ta shunday muzokaralar tayyorlanyapti. Zelenskiy Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer bilan. Putin va Trampning maxsus elchisi uchrashdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar muhokama qilindi. AQSh prezidentining maxsus elchisi Steve Uitkovning tashriflari shatl diplomatiyasi ekanligini Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Bu aynan shatl diplomatiyasi bu Qo'shma Shtatlar tomonidan ko'rsatilayotgan vositachilik xizmatidir, dedi matbuot kotibi Zarubinning tegishli savoliga javob berarkan. Shatl diplomatiyasi tomonlar o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish uchun vositachi ular orasida harakatlanib muzokaralar olib borish usulidir. Diplomat har bir tomon bilan alohida uchrashib, ularning taklif va talablarini bir-biriga yetkazadi. Peskovning aytishicha, Uitkov maxsus vakil sifatida Amerika rahbari Donald Trampning xabarlarini olib keladi va unga ma'lumot yetkazib ketadi. Matbuot kotibi qo'shimcha qilishicha, shaxsiy suhbatda barcha nozik jihatlarni tushuntirish telefon orqali gaplashishga qaraganda osonroq. U bu Amerika tomonidan o'z nuqtai nazarini yetkazish uchun qulay imkoniyat, deya yakunladi. 25 aprel kuni Kremlda Uitkov va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Siyosatchilar Rossiya va Ukraina vakillari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni qayta boshlash imkoniyatini